Qaysi biri yaxshiroq, Samsung yoki Xiaomi? Ushbu ikki kompaniyaning deyarli bir vaqtda e'lon qilingan bir-biriga juda ham o'xshash ikkita modeli Samsung Galaxy A26 va Redmi Note 14S smartfonlarini ekranda ko'rsatilgan bu jihatlarni bir-biri bilan solishtiramiz va yakunda o'zingiz xulosa chiqarib olasiz. Demak, tashqi dizaynidan boshlaymiz. Galaxy A26 6.7 dyum, 200 gram og'irlikka ega. Oldi va orqasi Gorilla Glass Victus Plus himoya shisha qobiqlari bilan qoplangan. IP67 reytingida chang va suvga chidamli, ya'ni 1 metr chuqurlikdagi suvda 30 daqiqagacha ishlab beradi. Xo'sh, endi Redmi 14S ga keladigan bo'lsak, Samsungdan ko'ra 20 gram yengilroq. Displey esa 6.67 dyumni tashkil qiladi. Oldi oynalari Gorilla Glass 5 bilan himoyalangan. Bu Samsungdan ko'ra nisbatan kuchsizroq. Hamda buni orqasi Samsungda shishadan qilingan bo'lsa, buniki oddiy plastikdan qilingan. Farqini ko'rsanglar bo'ladi. Hamda suv va changdan himoyasi IP64 reytingiga ega. Tashqi himoya funksiyalari va tashqi dizaynni o'z ko'rishingiz mumkin. Bu bo'yicha menimcha kamerasini joylashuvi va boshqa dizaynlari bo'yicha ham Samsung Xiaomidan ko'ra biroz ustunroq. Shuning uchun Samsungga 1 ball beramiz. Ana endi displeylarga keladigan bo'lsak, Samsung A26 da Super AMOLED displey o'rnatilgan hamda 120 Hz tezlikda ekran yangilanib turadi. Note 14S da bo'lsa, 120 Hz tezlikda ekran yangilanishi bor, lekin Super AMOLED emas, AMOLED displeyni o'zi qo'yilgan. Bu video ko'rganda yoki o'yinlar o'ynaganda displeyni farqi yaqqol seziladi, lekin shunchaki oddiy foydalanganda bu sezilmasligi mumkin. Shuning uchun Samsungga displey bo'yicha yana plus 1 ball beramiz. Smartfonning yuragi bo'lgan qotima ishlashini ta'minlovchi prosessorlarga navbatni beramiz. Bu Samsung smartfonda Exynos 1380 chipi o'rnatilgan. Bu Note 14S esa MediaTek Helio G99 Ultra chipi o'rnatilgan. NanoReview sayti o'tkazgan tahlillarga ko'ra, CPU va o'yin ko'rsatkichlari bo'yicha Exynos 1380 chipi ancha yaxshi natija qayd etgan. Ammo MediaTek Helio G99 Ultra chipi bo'lsa, batareya ko'rsatish vaqti bo'yicha juda ham yaxshi natija qayd etgan. Bir tomondan buni ham afzalliklari bor, ikkinchi tomondan buni ham afzalliklari bor. Shuning uchun qaysi birinidir kuchli deyishimiz menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Shuning uchun Samsungga plus 1 ochko beramiz, Xiaomi'ga esa plus 0.5 ochko beramiz. Kameraga keladigan bo'lsak, rasmga olishidan farqni juda ham katta deb ayta olmayman. Lekin ko'rsatkichlar bo'yicha bu Samsung 50 megapiksel asosiy kamera bilan jihozlangan. Bu Redmi Note 14S esa asosiy kamerasi 200 megapikselga ega. 4 barobar farq deyarli. Lekin videoga olishda Samsung smartfoni 4K 30 FPS sifatida videoga oladi. Xiaomi'da esa bu funksiya mavjud emas. Ultra keng va makro kameralari ikkalasida ham bir xil 8 megapiksel va 2 megapikselga ega. Selfie kamerasi keladigan bo'lsak, Samsungda 13 megapiksel, Redmi'da esa 16 megapiksel selfie kamera bilan jihozlangan. Kamera ko'rsatkichlari bo'yicha Redmi'ga plus 1 ball beramiz. Qo'shimcha funksiyalarga keladigan bo'lsak, barmoq izi skaneri Samsungda o'chirib yoqadigan tugmani o'zida joylashgan, ya'ni yon tomonida. Redmi'ga keladigan bo'lsak, bunda barmoq izi skaneri displeyni ustida joylashgan. Menimcha displey ustida joylashgani qo'lga nisbatan qulayroq. Hamda Samsungda Circle to Search funksiyasi mavjud. Bunda ekrandagi har qanaqa rasm, video yoki tekstni shundoq dumaloqqa olgan holatda Google'dan qidirib, u bo'yicha ma'lumotlarni bemalol olsa bo'ladi. Ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha ikkalasiga ham yarim balldan beramiz. Batareykasi esa ikkisida ham 5000 mAh ga teng. Lekin Redmi'chilar biladi, buni batareykasi qanchalik kuchliligini. Zaryad olish tezligi esa Samsungda 25 Watt, Redmi'da esa 67 Watt tezkor quvvatlanish funksiyasiga ega. Bu 16 minutda 50% gacha
46 minutda esa 100% gacha tezkor zaryad olishni ta'minlaydi. Menimcha aynan batareya sig'inmas, zaryad olish tezligi bo'yicha Redmi yaqqol yetakchi. Buni Redmi ishlatadiganlar ham biladi. Shuning uchun batareykasi bo'yicha Redmiga +1 ball beramiz. Smartfonlarning umumiy ballari ekraningizda. Bu smartfonlar o'rta toifa narxlarga kiradi. Qo'limdagi mana bu Samsung smartfoni Asahi.uz saytida 3.819.000 so'm etib belgilangan. Bu Redmi smartfoni esa Asahi.uz saytida 3.319.000 so'm qilib belgilangan. Lekin siz aprel oyining oxirigacha Asahi.uz saytidan ikkala smartfondan xohlaganingizni super narxda xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Xarid qilish uchun havolani video ostida qoldiramiz. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Barcha smartfonlar uchun 1 yillik kafolat hamda butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Smartfon kerakmi? Asahi